Maqvasojonmitdi? Ha? Behruz? Nima qilasan bu yerda hozir to'xta. Sen noto'g'ri tushunma bolam, bu yangi hamkorimiz bolam. Noto'g'ri tushunma, keyin men o'tir. To'xta, nima tushunishim kerak men hozir? Kim bu odam? To'xta, qayerga turib ketyapsiz? Bolam, tanish bu odam. Kim bu deb so'rayman sizdan. Ke bolam, men ke o'tirgin, ke. Oldimga o'tirgin. To'xta, bolam, bitta men senga tushuntiraman. O'g'lim bilan kelishib olib, Bamunti restorani obzorini boshlaymiz. Shovqin joylarni yoqtirmaydigan nozik didli insonlarga ayni muddao. Yevropeyskiy, gruzinskiy, natsional taomlari bilan mashhur. O'zbekistonning eng oldi shef-povurlari tomonidan mahoratli va o'zgacha podacha bilan mijozlarning qo'ynidan joy olgan, hatto kichik tadbirlaringizni ham tug'ilgan kun, vecherinkalar, bitiruv kechalaringizni ajoyib tarzda unutilmas xotiralar bilan limmo-lim qilib o'tkazishingiz mumkin. Mamlakatimizdagi yozning issiq kunlari kirib kelgani sababli Bamunti restoranida akroshka va koksi sezoni ochiq deb e'lon qilindi. Yuqori energiyani his qilmoqchimisiz? O'zingizni Yevropa restoranlarida o'tirgandek sokinlik istayapsizmi? Garmoniya xohlayapsizmi? Bamunti restoraniga tashrif buyuring azizlarim.